Videoni rahmatli Farhod Mannopovga bag'ishlamoqchiman. Biz tan olishimiz kerak. Ko'pchiligimizga onalarni qanaqa hurmat qilishdi, onalarga bor e'tiborimizni sarflashdi, onalarga qanaqa yaxshilik qilishdi bizga eslatib ketdi desa ham bo'ladi. To'g'ri, hammamiz bilamiz onalarni qanaqa hurmat qilishdi, onalarni qanaqa yaxshi ko'rishdi, lekin esimizdan chiqarib qo'yganmiz. Ko'pchiligimiz o'zimiz ishlarimiz bilan bo'lib, ro'zg'or, tashvish, o'zimiz ko'chadagi problemalarimiz orqasidan onalarimizni esimizdan chiqarib qo'yganmiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Hali o'sha sizga hozir yomonlab turganlarning hammasi boshqacha fikrni o'zgartirib yuboraman, ishoningizmi? O'g'lingiz betarbiya degan narsani, yo'q, o'g'lingiz yaxshi tarbiya bergan ekansiz. O'g'lingizdan o'rganish kerak ekan ota-onaga bo'lgan mehr-hurmatni. O'zgartiraman deganman.